Assalomu alaykum. Men ismim Jaloliddin Abdurahmonov. Xo'p, Shaktual loyihasining CEOsi bo'laman. Xo'p, bizning loyihamiz, qisqacha tushuntirib o'taman. Hozirgi pentesting jarayonini avtomatlashtirish, AI orqali amalga oshirish. Nima uchun bu muhim? Hozirgi kunda muhim. Hozirgi kunda kiberxavfsizlik tomonidan saytlarning ilovalarining zaifligi ko'payib bormoqda, chunki ko'proq AI larda foydalanganim uchun va e'tibor bermay qo'yganimiz uchun. Xo'p, biz nima qilamiz? AI asosida saytlarni yoki ilovalarni to'liq test qilamiz. Xo'p, oddiy testerlardan, oddiy pentesting xodimlaridan buni nimasi yaxshiroq? Biz faqat saytning serverdagi zaifligini emas, uni topolsak kodlarigacha kirib ko'rib, kodlarni ham test qilib bera olamiz. Xo'p, bizning ustunlik tarafimiz tezlikda va tezroq moslashuvchanlikda. Yangi chiqayotgan viruslar, yangi chiqayotgan hujum turlarini biz qolgan oddiy xodimlarga nisbatan AI ga o'qitish tezligimiz osonroq. Biz unga tezroq o'qitamiz, tezroq tushuntiramiz va o'z miyasida shu yer yuzida qancha hujum turlari bo'lsa, bularni barchasini saqlashga imkoniyatimiz bor. Va bu bizga nima beradi? An'anaviy testerlardan tezroq, qulayroq va sifatliroq ishlash uchun yordam beradi. Sizlar bilan Shaktual loyihasining CEOsi Jaloliddin Abdurahmonov bo'ldi.